Assalamu alaykum ekrandagi qadrli ko'rmanlar. Assalamu alaykum naq maydondagi suyimli sog'doshlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqatishchilik shirkati, Şinjan Albidar madaniyat media cheklik shirkati hamkorlashib bozorlar sungan Şinjan İmran xalqaro savdo cheklik shirkati tajidarligidagi ular shundoq deydi programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Fursat doimdagidek bizga yo'liqib turmaydi. Shundoq-ku. Ammo yo'liqqan vaqtida shu fursatni tutib olish intayin muhim. Ondaqda bu fursatni zodi qandoq tutib olamiz? Albatta, fursat tayyorligi bor odamlarga mansub. Mana bu bo'lsa bugungi bosh temamiz. Ondaqda bugungi aziz mehmonimiz bu bosh temamizni qandoq yoritib berdi? Avval aziz mehmonimiz bilan ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. İlimning xislati u o'ziga mujassam qilgan ashu har qanday mo'jizlarni yaratishga qodir qudrat orqali namoyon bo'lib turganidek, olimning fazilati uningdagi ashu ilm orqali ajdodlarga yuz kelish va avlodlarga ulgu bo'lish irodasi. Shundaqla vatanning atisi va millatning kelgusiga bo'lgan mas'uliyatchanlik tuyg'un ruhi orqali jilvilinib turadi. Sizlar ko'rib turgan bu kishi dal ashundaq buyuk ruhga ega, dangliq uyush holati fizikasi olimi. Jungo Fanlar Akademiyasi Yuqori energiya fiziki tadqiqot o'rnining doktor aspirant yetakchisi, faxrlik o'g'lon Kurash Ibrohim. U 1992 yil 12 oyda Belgiya Liej universitetida heksafilorlik benzin molekulasының X nurni qabul qilgandan keyingi elektron holati va uning parchalanish mexanizmini tushunish to'g'risida mavzuliq doktorlik unvon tadqiqot ilmiy maqolasini o'qib, tabiiy fanlar doktorlik sharafiga erishgan. Hozirgacha karbon 60 qafas shakllik molekulalar va uning yaqindoshlarining elektronlik qurilma xususiyatlari to'g'risida, manganat oksidi turidagi moddalarning magnit maydonida favqulodda yuqori elektr qarshitish xususiyati ustida qatorli tadqiqotlarni tamomlab, lazer nur orqali nefiz qavatlik molekulalarni o'stirish asbobini qurib chiqqan. Hozirgacha davlat ichki sirtidagi ilmiy jurnal va ilmiy dokladlarda 100 dan ortiq ilmiy maqola e'lon qilgan. U hozir Jungo Fanlar Akademiyasi Yuqori energiya fiziki tadqiqot o'rni ilmiy unvon komitetining muavin mudiri, Tabiiy fanlar fondi, Fan texnika ministrligi va Moliya ministrligining cho'ng turlar nazoratchi mutaxassislar guruhining a'zosi. Qandoqda qizg'in olqishlarimiz bilan Kurash Ibrohim ustozni sahtimizga taklif qilaylik. Marhamat. Assalomu alaykum ustoz. Qarshi olamiz. Marhamat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashib berganingizni qizg'in qarshi olamiz. Undaqda oldi bilan bir salomingizni ekran oldidagi do'stlarga yetkazib o'tamsiz. Hammaga rahmat. Vaqtinglarni chiqarib, mishada o'tirib meningki bir maydon so'zlab berishim qarshi olganligingizga rahmat. Voy rahmat ustoz. Odatda biz shu fizika bilimlarini hamda mushu kasb bilan shug'ullanmasak, balkim shu o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtlarimizda shu jihatda imtihonni berib bo'lgandan keyin chiqqandan keyin turmushimizda nalarda fizikalik masalalar bor, nalarda fizikalik ahvollar yuz beryapti, buni toza his qilib ketmaydi ekanmiz. Shu ma'lum shu naq maydonning o'zida qaysi yerlarda bir fizikalik ahvollar yuz beryapti, shuni bir deb beramsiz. Bo'ladi. Masalan, shu ekronni ko'rsak, rang-rang berib turdi. Demak, bizningki shunday ranglik har xil materiallarninki tuzilganligini ko'z bilan ko'riblam nim qildik. Shu ranglarninki chiqishimi dal shu fizikalik hodisaninki natijasi. Fizikalik hodisalar. Andaqda ma kiygan kiyimlarimiz shu endi rangi o'xshamaydi. Ichidagi iqish, sirt qora va bir xil. Demak, shu ranglarninki hosil bo'lishimi shu fizikalik hodisa. Demak, shu nurni qabul qilgandan keyin ba'zi nurni butun o'ziga qabul qildi. Ba'zi nurni qaytardi. Demak, shu hammasi shu moddalar ichidagi elektronlarninki shu kelgan nurga bergan bir xil reaksiyasi. Shu orqali o'xshamagan rangni keltirib chiqardi shundaqmi? Kelib oldik. Kurash ma'lum, sizning bugun bizga so'zlab bermoqchi bo'lgan temangiz bo'lsa, fursat tayyorligi bog'liqqa mansub, shundaqmi? Undaqda bir savolni so'rsam, sizmi o'sha kishilik turmushingizda ana shundaq tayyorliksiz turib, fursatlarni qo'ldan ketkazayotgan vaqtingiz bormi? Mening hozirgi kelgusi shu hozirgi kelgusi menga yo'lamda asosan qo'ldan berdim-ku, shu degan o'ylagan yerga keldim, badım deydigan mundaq o'zi nimam bor. Endi nurg'un
etrafımızda nurgun uçurayımız, dostlarımız, braderler. Hakikaten şu vaqtda men manda qilgan bo'lsam, bu ish manda bo'lmay, andaq bo'ldi ekan deb endi urdigan odatlar bor endi. Lekin mening nimamda hozirgi menga yo'lamda o'zimga undaq odat cho'ng bak ükundigan aplar deydigan bunda holat shakllanmadi deb o'ylayman. Albatta atrofimizda nurg'unlagan yoshlarimiz bor. Shundoq bir fursatlarga erishishni intayin umid qiladi. Boshqalarga bunday fursat kelgan emish, qamon bunday fursatlar kelmaydi deydi. Ammo shunday fursat o'zining oldiga kelgan vaqtida tayyorlik yo'q sababidan bu fursatdan quruq qolgan gap. Shunga bugun bizning ustozimiz Ko'rash Ibrohim ustoz ana shu tema to'g'risida so'zlab berdi. Qani undaqda ustoz saknisiz qoldi. Marhamat. Hammalarninki umrda har xil fursatlar keladi. O'zimninki beshimdan ko'chagan ba'zi hikoyalarimni sizlarga konkret deb bersin. Demak, oldidan desak, fursat cho'ng jihatdan aytgan vaqtida buni davlat, hukumat yaratib berdi. Ichivitish, isloh qilish boshlangandan tortib, mening hozirgacha menib kelayotgan yo'lam yoki qo'lga keltirgan fursat şu fursatlarni tutib ma'lum o'zimninki ko'zlagan muddaimga yetishish asosan men yana shu davlatimizningki hozirgi kelgicha qadam-qadam yo'lga qo'yayotgan siyosat shu cho'ng muhit bilan zich munosabatlar deb qarayman. Buni sizlar anglash jarayonida his qilishinglar mumkin. Masalan, men 75-yillar to'liq o'ttirni bitirgan. Shu vaqtda endi shahar yoshlari cho'qim ziyoli yosh degan nom qalpoqni kiyib, dehqonlarning qayta tarbiyasini ilish deb yeziga tushdik. Bir necha yuz yani bizga ajratib, pishib yetilgan dehqonchilikda shunday dehqonlarni bizga ajratib, bizningki dehqonchilik qilishimizga yetakchilik qilib, shunday dehqonlarningki qayta tarbiyasini aldi oxir bo'lib 2,5 yil 78 yil 2. aygacha qayta tarbiya ko'rgan. Bu jarayonda endi yoshlarningki ishlariga aktiv bilan qatnashib qolganligimiz uchun shu ziyoli yoshlar maydonininki ittifoq xizmati, yoshlar xizmati qatorliq xizmatlar bilan shug'ullanib, u vaqtda yezgi idora jamiyatidan bordigan xizmat guruhi tushdi yezga. Shu vaqtda endi xizmat guruhiga men hanzuchilik o'qiganligim uchun tarjimonlikqa qatnashib 77-yilga kelgan vaqtida Toshvelarga imtihon orqali o'quvchi qabul qilish asliga keldi. Men bu fursat qo'ldan bermay o'zimni bir sinab baqsam bo'ldi ekan deb 6-7 oy hech bo'lmaganda shu kechqurunlari mayliq chiroqlarni yiqib tayyorlik qilib 77-yili 12 oyda men u imtihon qatnashib 78-yili 2 ayda hozirgi Markaziy pedagogika universiteti bu yerdan o'qitish keldi. Biz oila bo'yicha 5 bola. 5ninki men cho'ngi, singil inlar taqa kichik, ularni taqa o'qiyotgan. Agar darhol xizmatga chiqsam, hech bo'lmaganda maosh tegadi. Oilaninki shu damlik turmush ahvolini yaxshilashga asosida foydali bu amallarga ayon. Hozirlam bundaq bir nimaga kirib ketsam qandoq bo'lar deb ikkilinib qolgan vaqtimda ota-onamni siz nimani tanlasangiz biz qo'llaymiz deb rag'batlandi. Demak endi shu mayli qanday sharoit ostida bo'lsin, shu o'zimiz nima ish qilsak oldi bilan shu ishni uni texmi yaxshi ishlab tayyorligimiz bo'lsa qo'limizda fursat kelib turdi. Endi bu o'qish jarayoni 4 yil. Endi sinfda birinchi bo'lib o'qimagan bo'lsam-mu, men shu ximiya oid materiallarni iloj qilib kutubxonada vaqtimni ko'p sarf qilib, dars materialdan sirt materiallarni ko'p ko'rib. Chunki Toshvelarda bu materiallar intan mo'l. Jamiyatda asan topqin bo'lmaydi. Bu jarayonda shu elektron degan yadro sirtdagi elektronga sal qiziqib qoldim. Bu 4 yil jarayonida
yana meningki endi o'zim hozirgacha o'zi foydali, yaxshi odat bo'ladi ekan deb o'ylaganim shu tanharkat. Her kuni çokum 4 yıl jarayonida etgini 5:30 o'rnimdan turib uzun yugurish. 1 yil 365 kun ichida çokum kechda suvxonada soğuk suv bilan shu dasqa et turib beshimdan pastga quyib soğuk suv bilan yuvinish. Kichik vaqtimda tan salomatligim ancha yaxshi emas. Chunki buni qilishdagi maqsad asosan bu biz endi bilim olamiz deymiz. Mengini o'zi to'liqlaymiz deymiz. Agar bu mengini ko'tarib turadigan badan ko'tarilmasa, bu hammasi bekorlab ketadi emasmi? Buning cho'qim badan o'zi bardoshlik berib, shu mengini harakatga keltirishga o'zi kuch-quvvat bermasa, bu nol bilan tanglab qolgan gap deb, shuni o'ylab badan chiniqishga alaydi o'zi ko'ngil bergan. Yani onundan başka men acaba bir o'xshamagan odam o'xshamagan tilni so'zlaydi ekan. Biz bu o'xshamagan odamlarla uchrashib qolsak, agar biz shularning tilini olib bilib, ular bilan bevosita bunday bir fikr almashtirib, nima qilsak, bu kishilar o'tirisidagi orliqni yiqilitib, bevosita tushunishga oson bo'lgan ish deb, shunday bir oddiy o'y bilan ben yana halqadek her gün etgini yarım saat yugurib bo'lgandan keyin cho'qim yarım saat şu Japoncha til, radio dersligini anlab. Demek bu bir til bir hastayaq deyman-ku. Meningki tushunishim. Qo'limizda bir hasa o'shib qolsa, igizpas yerlarni besib minishqa va kishilarga o'zaro fikr almashtirishqa bunun paydalı deb, til şu şarait bo'lgan ekan, nima uchun vaqtni qo'limdan berma deb buni o'zi. 4 yil jarayonida asosan shunday ba'zi fursatlarni o'zimiz yaratdim. Ba'zi fursatlarni o'qituvchi, muallimlar yaratib berdi. Shunday qilib, o'zimning asosi bu 4 yil bir o'zi nazar doirasini ma'lum derecede bilimge ega bo'lish. Bundan keyin jamiyat chiqsak, yana buni o'zi kengaytish yo'lini qanday qilib o'zligidan o'rganib, o'zimizningki nemisini texmo o'zi menisini to'liqlash. Shunday bir o'zi fursat deb qarab, shunday o'tkazgan. Maktabni bitkazgandan keyin mena shu vaqtga Qashqa pedagogika instituti. Hozir Qashqa üniversite oldu. Şundaqmı? Şu mektepten kimya fakültesiga o'qituvchilikqa taqsim qilib, yani o'qituvchilab bordim. Endi yangidan qurilgan fakultet bo'lgandan keyin tajribaxonani o'zi yangidan qurdigan. O'quvchilarga o'tash materiallarini yangidan tayyorlaydigan. Shundaq har xil xizmatlar bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Dal shu vaqtda endi men yana bir peshqadam o'qituvchilar birlashib 700 ming xatlik 2 ton inorganik kimya ders materialini Uyg'urchaga tarjima qildik. Bir Toshkentda o'qigan o'qituvchi yana Toshkentdagi saboqdoshlarga, o'quvchilarga ders bersa, u o'zi bir istakan suv bilan toshqan tursa, yana bu istakan suv bilan qanchalik odam tarbiyalash, bu meningki kallamda cho'nqur hissiyotim. Men mushu bir seviye bilan mushu o'quvchilarni tarbiyalashda bularga qanchalik bilim bera olaman deydigan bir xil endişe. Demak, bir fursat bo'lsa, yana mushu nimaga davomliq o'zimningki bilimini oshirib, bir istakan suvdan bo'lsa, bir chelak suvga aylantirib, uningdan bir istakan suvni shu o'qitmoqchi bo'lgan o'quvchilarga bersam, u vaqtda texmi yaxshi bo'ladi deydigan bunday bir ideya. Endi maktabdami siz unday ishlab berdingiz va davlat ma'rifat ministrligidan shu sirtqa chiqib bir yil bilim oshirish fursatiga imtihon berish sonidan birini bizga beribdi.
sizge mektepten şu bir imtihan beriş fırsatını vermekçi. Eğer ma imtihanda ötep kitip nımkısınız bir yıl biz sizge ruhsat kılmaz. Sırtqa çıkıp bir yıl bilim aşırıp kirişinizge. Eğer ötemmisiniz endi bundan keyin yana chetga chiqdim, bilim aşırıptım demey, ondan müşahede bizden birle işleysiz. Bizden nimimiz, talebimiz şu dep o şart bilen devlettin bir tutaş orunlaştırgan imtihanga ruhsat kıldı. Şunun bilen 87 yılı 12 ayda ben bu devletlik imtihanga katlaşıp ve ötkenlikin bu ne hem de devlet şu Muharip Ministerligi'den hem de kandak devlet çıkış ne şu üye belgelerdik. Belgeye çıkıp bir yıl bilim aşırıp gireyim. Tilini ügünüş jarayonida hem de o kelgen uqtırışı da yana o devlet çıksız. Fransız sözleydiğin rayona barsız. Lekin qadaşaga beriş, kimning qishig'i berish u o'zingizga bog'liq. Aloqalashib qabul qilamiz deydigan yerni topa olsangiz, ondan qolgan rasmiyatni biz bajarib beramiz. Bu bir yil o'rganish jarayonida shu elektron shu nimaga o'zi sal qiziqib, shuni ko'nglimni bukib materiallarni izladim. Belgiya fransuz so'zlaydigan tashvalarning bir nechasiga o'qituvchilarninki tadqiq qilib yozgan ilmiy maqolalarini tepib, ularni oz to'la ko'rib, ma'ni sal tushungandek qilyapman-ku deb shu atom molekulalarga yaqin atom molekulalar to'g'risida elib borgan tajriba ishlari shu jihat shug'ullanayotgan o'qituvchilarninki adresi, ismi, qilgan ishlarini oz to'la xotirlab, ondan mektep şu bir taraftan Fransızca öğreniş, yan bir taraftan ularga xat aloqa yozish. Şunun bilan bir muallim "Vay, seninki kelishingni qarshi olaman. Mening tajribaxonamda shunday atom molekulalar ustida tadqiqot olib boramiz. Sen kelsang bo'ladi" deb taklifnoma evatgandan keyin ondan bu materiallarni hemen to'liqlab Muharip Ministerligiga olib berib, mana xabar keldi, emas qolganini sizlar rasmiyatni bajarib beringlar degandan keyin ular ondan pasport va boshqa o'rinlashtirilgan ishlarni o'rinlashtirib, meningki minishimga tayyorlik qilib. Borgandan keyin shu meni taklif qilgan muallim fakultetning boshlig'i ekan. Sen bilim oshirig'in kelsa, ishlagan tajriba sanspirlar vardı. Sen bir körep bakkan, kana nime netice tapqını buludu, qanday uçurlarını körep çıqqını bula, deb bir toqam tecrübeli san nimelerini bana verdi. 6 ay yatak bilan hizmet tecrübxana işxanını o'ttirishdi. Bütün zihnimni şunu sarf qilib, nurg'unlagan material, ilmiy maqolalarni izlanib, zaten bu nimeni ifadalab berdi, nima deydigani bu tecrübe sanspirli deb. Shuni tushunish uchun yarim yil ichida bir necha yuz parcha maqolalarni ko'rib, ham shu qo'limdagi materialni tushunib, ham shu jarayonda tunji bir originalni, bir maqolaning tunji originalini yozib chiqdim. Ba'zan bir 2 haftadan keyin meni taklif qilgan cho'ng professor ishxonasiga qichqirib, mani undan nuqsa bo'lsa, sen mishada bir doktorlik unvon elish uchun rasmiy o'quvchi bo'lib o'qi. Men shuni sana ta'sir qilaman. Endi seninki bir yillik plan, davlatdan qo'llaydigan bir yillik plan to'shib qolgan ahvol bo'lsa, uning keyin va bu jarayondagi yetarlik nimalar turmush yordam puli, o'qish yordam pulini men sana berman. Qo'limdagi tishimni shuni o'zi kapolat qilaman, qanday deb u taklifni berdi. Shu adamı
bu doktorlukta o'qishda vaqti shu 4-5 yildan ta 8 yilgacha muhokimani umdan qilib tadqiqotni yaxshi qilib shu tutgan temini to'liq o'zi oyoqlashtirsa andan unvon berish dissertatsiyasi yaqinlashga ruxsat qiladi. Vaqtda 2 bola kichik urug' tuqqan singil inlar bizning cho'nglarninki yordami bilan ular Qashqarda o'zi nima qilayotgan. Men bu yerda 4 yil jarayonida qaytib kelmay tajribaxona, yotoq, ishxona shu 3 oralikda iloj qilib tiz oyoqlashtirish Parijda turib tajriba ishladim. Ham shu jarayonda ilmiy maqolalarni ko'rash, shu masqadanlik radiatsiya tajribaxonasi to'g'riliq va shunday tajribaxonalarda ishlagan tajribalarninki o'zi ilmiy maqolalarni ko'rish orqali Jungodimi shunga o'xshash tajribaxonaninki qurilayotganligini o'qib o'qish bitirish dissertatsiya yaqinlashdan burun davlat ichidagi shu tajribaxonalar bilan shu idoralar bilan organlar bilan aloqalashib vaqtda shu birsi hozirgi Jungo Fanlar Akademiyasininki yuqori energiya fizika tadqiqot o'rnida yana birsi Jungo Fan Texnika Universiteti Fudandashininki fizik fakülteti qatorliq o'rinlar bilan aloqalashsam kuchli o'rindan nihoyat qizg'in qarshi olamiz. Sen bizim şahit kelsen manda sharoitni barpo qilib beramiz deb qizg'in o'zi javob berdi. Eng oxiri men 3 o'rindan Beijing mayan tanlab dissertatsiya yaqinlashqa Angliyadan biraylarni, Fransiyadan biraylarni, Belgiyadan 5 aylan, jami 7dan shu bir komitetolab aldı o'rindiqda o'tirib ular o'zi angladi. Demak, shu vaqtda endi bu doktor açlıq tizimi yangidan yo'l qo'yilganligi uchun men bu endi doktorlikni elib qilgandan keyin shu liniya bo'yicha, shu sistema ichida endi Uyg'urlarning ichidagi tunji doktor açlıq shunday bir tadqiqot jarayonini beshidan ko'chirgan tunji kishi bo'lib qolibdi ekan. Demek qadam menishim shu davlatimizningki cho'ng muhit bilan zich munosabatli. Cho'ng muhit qancha yaxshi bo'lsa, fursat shuncha ko'p bo'ladi. Bizning tanlash mumkinligimiz shuncha ko'p bo'ladi. Endi faqat biz har bir kishi bu jamiyatda yashayotgan har bir kishining o'xshamagan alohidligi, o'xshamagan muddasi, o'xshamagan g'oyasi bo'ladi. Bu g'oyalarni amalga oshirishda cho'qim shu jamiyat bizga tayyorlik bergan yoki ko'rsatib bergan fursatlar. Shuningga agar o'zimiz az to'la shu tutgan muddaimiz uchun az to'la vaqtimizni, kuchimizni sarf qilib tayyorligimiz bo'lsa, cho'qim o'zimizningki muddaga kutgan umidimizga yetgani bo'ladi. Meningki hozirgacha menayotgan mangan yo'lam dal mushundaq bir narsani isbotlab beramo deb aqasinglarga o'zi mushunchalik deb beraman. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Qani, marhamat. Mana ustozimizning so'zlarini anglagandan keyin, bayonlarini, nutqlarini anglagandan keyin, haqiqatan har qanday bir fursat kelgan vaqtida qo'ldan bermay shuningga o'zining barliq tirishchanliklarini ko'rsatib, eng oxirida mana bugünkidek natijalarni qo'lga keltirganligini anglab o'tdik. Shundaqmi? Undaqda Kurashka sizga savollar chiqib qopti. Naq maydondagi mehmonlarimiz shundaqla yoshlar vakilining savol ekan. Anglab baqandiq. Bundaq savol chiqibdi aka. Ya'ni hozir o'quvchilarimizning oliy maktab imtihoni tayyorlik bosqichida universal fanlar tayyorligida nurg'un bolalar fizik fan turini tashlab o'tib bordi. Endi sizning bolalarning fizikaga bo'lgan qiziqishini yuqori ko'tarishga qanday bir taklif fikrlaringiz bor deydi? Tabiiy fan haqiqatan kuch sarf qilmasa, az to'la kuchimizga o'rganish biroz ta'sir tushirgan fan. Chunki u tillarlar so'zlarlar ifodalanmaydi. Uning nurg'un formulalarini keltirib chiqargan gap, u formulalarningki maqsadlari, ma'nosini
tushunish kerak. O'zimizning atrofidagi tabiiy dunyoga qiziqsak, tabiiy dunyoninki nereden kelib, nega ketib borganligi, nurg'un ko'rganlarimizningki buningki arqa ko'rinishiga qiziqsak, masalan, bu zodi nima uchun mushundoq bo'ladi, nima uchun undoq bo'lmaydi deydigan bundoq bir ideya bo'lsa, masalan, o'rta maktab to'liq o'rta to'liqsizlarda agar o'zimiz az to'la shu qonunlarga asosan bir narsalarni yasash, modalarni bu tabiiy holda shu kasbda bilgini bo'ldigan nurg'un narsalarningki borligini his qila olamiz. Bu orqali menimcha ular bu o'rganish jarayonidagi narsalar shuningki arqa ko'rinish ma'nosini haqiqiy tushunib yeta olsak, cho'qim uni qiziqish, bir xil ishtiyoq bog'lash hosil bo'lishi mumkin deb qarayman. Rahmat. Rahmat ustoz. Undaqda endi yoshlar vakili zodi qandaq yurak so'zlar bor, shundaqlar savollar bor. Ala baqaylik. Qani. Assalomu alaykum ko'rashmanlar. Men Dilfira Adil bo'lman. O'qituvchilarimiz ham cho'nglar bizga doim sen tirishqin, tirishsanglar bir ishning natijasini ko'rsan deb ilhom berdi bizga. Lekin men bir ish qilsam bek tirishiman. Tirishsammi ba'zi chog'larda uning natijasini ko'rmaydigan ahvollar bo'lib qoldi. Men bu fikrga shunga boshqacha bir ko'z qarashda. Meningcha fursat kelmasa tirishqanmi bekor. U tirishish faqatla vaqt isrofchiligi bo'ldi deb qarayman. Shunga siz fursat bilan tirishchanlikning qaysisi muhim shuni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Meningcha ikkilisi tangpung o'rinda turdi deb qarayman. Demak, agar tirishmasa fursat bo'lsa-mu cho'qim fursatni tutib olgani bo'lmaydi. Tirishganda fursat tutilmasligi mumkin, kelmasligi mumkin. Lekin agar bir fursat bo'lsa cho'qim tutib olasiz. Tirishmasa cho'qim u fursat oldiga kelsa-mu, uningga o'zi tayyorlik bo'lmagan ekan, uni nereden nega qandoq elib berish kallasi kelmagan ekan, u cho'qim ters bo'ladi. Menimcha ikkisi o'xshash o'rinda. Lekin agar tirishishmi sal bittirib o'zininki qilayotgan ishini yaxshi qilgan asosda to'liqlab turib, undan keyin ma'lum qadam bosqichlar orqali andan shu fursatlar shunga oid keladi yoki har xil fursatlar kelishi mumkin. Shundan birini tanlash mumkinligi bo'lishi mumkin. Agar o'zimiz bu men shuncha tirishyapman, men hech bu degan narsam kelmaydi, amalga oshmaydi deb, endi bu nurg'un sabablar bo'lishi mumkin buningda. O'zimizningki tutgan g'oyamiz pek yiroq bo'lib, tirishib unga tutishga bo'lgan qo'limiz texa unga yetkidek bo'lmasligi mumkin. Bu tirishish bilan fursat faqat qadam shu tirab turib, yag desib turib, menish orqali bo'ladi deb qarayman. Rahmat ustoz. Ya'ni tirishchanlik bilan fursat tampon o'rnida turdi degan gap intayin to'g'ri aytilgan gap. Rozi bo'ldingizmi? Rahmat sizga. Xo'sh, undaqda yana bir yoshlar vakilinikidan olib qo'yaylik. Assalomu alaykum kurashmalim. Men psixik masala sinfidan Ayzuhra bo'lman. Endi mening so'ramoqchi bo'lgan savolim, men shunday qarsam, sizningki hayotingiz shunday ma'nilik, mo'lsizlik o'tibdi. O'tib ketgan hayotingizda bir o'kinadigan ishlaringiz bormi? Meningki hozirgacha elib borgan shu tadqiqot, shu jarayonda o'kinadigan ish bormi desangiz, o'kinadigan ish o'zimningki menga yo'liga nisbatan o'kinadigan ish yo'q. Lekin meningki shu jarayonni besish yo'l ustida ko'nglimningki yerimchilik nimalari bor. O'z vaqtida uyda ikki balalik bo'lgan ahvol ostida yana davomli bir o'qish mumkinligi bormidi deb sirtqa chiqish oldida endi dadam
vaqtda şu kesilmelik tüpelden sel kesil vardı. Şu vaqtda endi men berip Belgiyada turib o'qiydiganligimni anlagandan keyin dadam Christian yaxshi qilibdi-ekan, men unga rozi. Shu men bolaninki aşağı berib ashunda o'qib nima qilishiga men chin ko'nglimdan rozi deb, lekin shu men o'qiyotgan jarayonda dadam u dunyoga ketgan. Lekin oiladan bütün uydagilar hammalar bu ishni menga garchi o'zimning ko'ngliga tushgan bo'lsa-mu, menmi uni ig'iz ichib bizdan so'rashga jur'at qilolmay, uydagilarmi buni sir saqlab ta qaytib kelib uyga kelgandan keyin andin rasmiyatlarni bajarib qilgan. Demak, endi bu ko'ngil yerimchilik. Agar yana sen yana bir tanlash, qaytadan bir turmush shu yo'lni bundaq bir yo'l mumkinligi bo'lsa, qanday qilsa deb so'raydigan bo'lsa, men yanala shundaq mangama qildim. Sonra o'kinib nima qilmayman. Lekin ko'nglimning yerimni qilba. Rahmat. Menimcha bo'lgan vaqtida dalmanning shunga o'xshash esil xislatlik, shundaqla esil fazilatli kishilarning bo'lganligidan, ashundaq urug' tuqqanlaringizning bo'lganligidan siz bugünkidek natijalarni qo'lga keltirdingiz. Shundaq ustoz, ko'z tegmasin. Qanday bo'lsa, yana bir yoshlar vakilining savolini olaylik. Qani. Assalomu alaykum, ma'lum, men Rayla Shaydin bo'laman. Sizning tadqiqot temalaringizni ham, shu qilgan ishlaringizni hammani anglab, hatto ba'zilarini men ko'z oldimga akilamay qoldim. Siz haqiqatan bak cho'ng ishlarni qilibsiz, ham davomli qilibsiz. Lekin mening so'raydigan savolim bak kichik. Shu oilangiz to'g'riliq bilgin bor. Beijingda go'shtning bahosi qancha bilamsiz? Ay, to'xtang, oilangiz to'g'riliq bilgin bor deb, Beijingda go'shtning bahosi necha pul deb ma'lum ya qassobchilik bilan shug'ullanmasa Beijingda. Shu bilamsizman deb so'rayapman. Demak, shu uy oilasiga ko'ngil bilamni bilmoqchi, demoqchimi shunaqa? Rahmat singlim, rahmat. Amaliyotda men shu bizniki Abdur apandi bilan paranglashgan vaqtimda bundaq bir hikoyani so'zlab bergan, yig'ayanda bir muhabbat hikoyangiz bor ekan. Shuni qo'shib qilib bir aqla so'zlab bermamsiz bo'lmasa. Endi Ma'lum bayatda yo'q, nutq so'ziga yo'q, shundaq dadillik bilan so'z aytganda tuyuqsiz muhabbat hikoyasiga kelgan qilib ketdi. Bu hikoyani amma aldıda sözleş tadı kulaysız dep. Lekin bu bek nima emasda. Sizlarninkidek hazırki yoshlarninkidek emas. Biz shu sizlarninkini olganimiz machinaqa. Bo'ldi endi. Meningki oilam hazırki. Endi u shu mening saboqdishim bo'ladi. To'liqsizga chiqqandan keyin o'xshamagan sinfda o'qidik. Yizlar tushdik. Bu jarayonda o'shiq teshik keldi badi muңlashadigan bizningki yashagan davrimiz alayda bir davr bo'lganligi uchun bunda mumkin emas davrlar. Men endi 78-yili 2-oyda Beijingga keldim. Bu qiz xizmat qatnashib shu Qashqar shaharlik ittifoq komitetida xizmatga chiqqan. Shuning bilan 80-yili bir kuni sınıfta o'ttasam, menga bir Şinjanlik qiz kelib qoldi deb sınıfdan qichqirdi. Qichqirib, sonra chiqsam, shu mening shu saboqdishim. U turib qilib, "Va men seni izlab kelgan emas" dedi. Men turib, hang-tang bo'lib, "Qanday?" desam, u shu vaqtdagi markaziy ittifoq maktabiga, ittifoq xizmatini ishlagan ekan, mamlakatning hamma joylaridan bir turkum yosh ittifoq xizmat xodimlarini shu yerga yig'ib bir 2 oylik o'qishga ekibdi ekan. Shuning bilan vaqtda uyga ado qilish uchun maxsus pochtaxonalarga berib dembo urgan gap. Bizning maktab bilan u nimni oraliqi 2 kilometr markaziy ittifoq maktabiniki. Beijinglik ayol ushlatdi. So'ngra voy nega borsan desa, men shu Payvandjon deydigan yerda bir nima bor ekan, pochtaxona. Shu yerga bordi, avtobus bekitini ko'rsatib qo'ysang, voy men bilan deb, u oq yo'l bilan 2 kilometr yo'lni mandirib,
bizningki, mening maktabimningki orqa darvozasiga kelib qo'yapti. U Abduz bekiti bizning maktabning oldi darvozasida. 27-yo'l. U debdi, sen shu orqa darvozadan chirib, oldi darvozasini tepib, shu yerdan chiqsanglar, shu 27-yo'lning Abduzi bor. Shu yerga chiqib, mancha bekat borsang, sen boradigan shu pochtaxonaga borsan deb. Shuning bilan u maktabning keyin darvozasidan chirib, u ish cho'ng bo'lgandan keyin oldi darvozasi nada bo'ldi deb boshqalardan so'rabdi-da. Bu maktabda bunday bir Şinjanlıkmı o'qiydiganlar bormi, o'quvchilar bormi desa, unda bizni ko'rsatib, bino bor debdi. Shunda u binoning oldiga kelib, Şinjanlık bormi desa, voy men ko'rsatib qo'yay deb, u chiqib meni oldimga kelgan. Shunda bu alayda bir uchirish oldu. Ders o'tirishdi. Bo'lgan ishda ders bor. Shunda ankeza o'shadimda barsiz deb ko'rsatib, yo'lga sap qo'yib, yenib keldim. O'zaro qo'l telefon nima bo'lmagan ekan, aloqa qilish, yana qanday aloqa qilish u nima yo'q gap. Shuning bilan bir haftaning oxirisi men Abduzda o'tirib ketib borman. U yerdagi markaziy tantarbiya Sarayeva derizdirab o'tirib ekanman. Yo'lning atrofiga qarasam, u tarafda bir mashina bekitida. Yomg'ir sal yomg'ir simsim yig'ayotgan vaqti. Simsim yomg'irga muhabbat. Kimlikni tutib, xaritaga qarab turdi. Shunga bilan men darrol bekatda tushib, qishig'i berib, voy bu yerda turib qolibsiz. Desam, yig'ayanga bormoqchi edik. Bizningki shu mamlakatning ham yerlardan kelgan shu o'quvchi saboqdoshlar bilan shularni kutib turgandim debdi. Shuning bilan undasi men apray, shularga men yetkazib qo'yay deb men bilmadim. Shuning bilan u yig'ayanda cho'gilib, u saboqdoshlarni topolmadik. Voy, bek yaxshi bo'pti shu. Topolmaganlar bek yaxshi bo'pti. Ondan keyin andan men şu 80-yılı ve bundak bir münasebet, dostluk münasebet çıkışak dep xat yazıp şu arkalık andan xat yazışıp, özara bilişip, tanışıp, ondan keyin qaytıp o'qish bitirib bo'lgandan keyin to'y qilib ta hozirgacha. Demak, hozirgacha mening butun ishlarimni butun kuch bilan qo'llab, bolalarni yetildirib, nima qilishdi. Benimki şu işlerimga çoğun Türk'e hem Türk olup tuğan bir aile. Ailenin turaklığı benimki hazırlık kağıtçı menvatkan yolamninki. Menamni köp bu işe ayırmay. Vaktimni, vücudumni bütün şu kılvatkan işimga demek Türk'e bulup turvatkan bir muhim rol jatki ve emeli turmuş jihatga cho'ng yordam ham ko'rib deb qarab hisoblayman. Rahmat ustoz. Demak, bir o'g'lingiz, bir qizingiz bor ekan, ha? Bir o'g'il, bir qiz. Undaqda bayatdan qilsanimizning savol bo'yicha Beijingda go'shtning bahsi necha bo'ldi? Go'sht mana cho'ng bir narsalarni ig'ir ishlarni qilishda men cho'qim o'zim boraman. O Beijingda go'shtning bahsi 60 koy etrafida. 60 koy etrafida bo'ldimi? Uyga kuyindik. Albatta, bundan keyin yana o'yinlarning texnik baxtli bo'lishini, barakatli bo'lishini umid qilamiz. Rahmat ustoz. Qani, yan biraylar. Assalomu alaykum kurash muallim. Siz bilsiz, hozir Şinjanda Yipek yo'l iqtisodi balog'idagi fan, ma'rif, madaniyat merkezi barpo qilyotdi. Shunlashqa Şinjangmo intayin nurg'ulg'an ixtisos egalariga muhtoj. Endi mening so'ramoqchi bo'lgan savolim mushu sizning Şinjangning ma'rif ishlariga bo'libmi mush oz sonliq millat o'quvchilarining ma'rifiga bo'libmi sifatiga qanday talab, taklif, fikrlaringiz bor? Rahmat. Rahmat. Mening hissiyatımda bir belvaq, bir yol. Bu bir stratejilik çoğun orlaştırış. Bunun da eğer 3-4 yıl ilgiri Şinjan
burun devletimizin çigir rayını, chet rayını bolsa, şu bir belvaq, bir yol stratejisi aslında en merkezi orunga aylandı dep qarayman. Bu bir Şinjan'daki hemmeyle üçün intayın çoğun bir fırsat. Çoğun fırsat. Demek bizninki medeniyetimizdinki, iqtisadımızninki, fen texnikimizninki hamma jihatdagi shu ambirining texmi cho'ng bo'lishi, texmi kengirishi, texmi cho'ng qurilishiga intayin muhim rol o'ynaydi. Har bir aylandinki istiqboliga intayin cho'ng bir turtkilik rol o'ynaydi deb mundaq bir kallamda agar burun ichibitda Şinjanni alayda taraqqiy qildirish deyish bir o'rinlashtirish bo'lsa, mavi undan yuqori palladagi cho'ng siyosat. Bundan har bir yosh, hozirgi yoshlar cho'qim o'zininki yo'li fursati texmi keng ko'lamda ichildi deb qarayman. Endi Şinjanninki o'quv, o'qitish, ma'rif bu ishlari meningki hissiyotimda hozir yoshlar taraf-tarafga chetga chiqib o'qiyotganlar, ishkirdagi dashiyalarda o'qiyotganlar, magistrlik, doktorlik va ijtimoiy fanjatda taraqqiy qilayotgan. Demak, bizningki yoshlarimizningki hozir taraf-tarafdan yetilib chiqyotdi. Endi bu stratejik o'rinlashtirish bo'lgandan keyin cho'qim taraf-tarafdan bu yerga mablag' selish, bu yerda har xil yangi yuqori texnika şirketlerini içiş çokum bu ağaqıdan boludu. Şunun için bunun nima kerak? Yanıla yaşlarınki tayyorlik kerak. Yaşlarınki özünü her xil bilimler bilan qurollantirishga to'g'ri keladi. Endi gerçi o çoğun stratejik bizi beriplam onun üzüp qılamsaqmı? Lekin şuningki tarmoq taraflari bizning Şinjanninki hamma jihatda taraqqiy qilishga cho'ng turtki olib, cho'ng asos septirdi. Bu asosda biz yoshlar cho'qim yanala texmi keng ko'lamda taraqqiy qilish ehtimoliga erisha olamiz. Şoň bu yaxshi fursat deb qarayman. Rahmat. Şondan mana shunday fursatlarning kelishiga biz cho'qim intayin puxta bo'lgan tayyorliklar bilan tayyor turishimiz kerak. Bugungi bu san programmamizda so'zlangan mana shu nutqlar orqali biz nurg'unlagan bilimlarga ega bo'ldik. Shundaqla bizningki kurash ma'lumotning ustidan nurg'unlagan biz o'rganishga tegishli bo'lgan aloyidliklarni, shundaqla ortiqchiliklarni bayqab oldik, his qilib oldik. Shunga buningdan keyingi mangan yo'llarimizda biz endi qanday basimiz shu yo'llarni? Zada qanday bir puxta tayyorlik bilan oldimizga kelmoqchi bo'lgan shu raqobatlarni qarshi olamiz. Buningga biz tayyorlandikmi? Menimcha ekran oldidagi shundaqlar naq maydondagi yoshlarimiz, shundaq bir ishlar bilan, shundaq bir kasblar bilan shug'ullanayotgan kishilarimiz, muvaffaqiyat qozonishni o'ylayotgan kishilarimiz cho'qim o'ylashga tegishli bir masala. Esinglarda bo'lsin. Fursat kutib turganlarga emas, tirishganlarga mansub. Ya'ni tayyorligi bor bo'lgan, puxta tayyorlik bilan turgan kishilarga mansub. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ular shundaq deydi programmasining bu soni mushada oxirlashdi. Keyingi sondagi sarxil mazmunlar yana do'stlarni kutib turmoqda. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh.